Assalomu alaykum hurmatli investorlar va Asahi Invest kuzatuvchilari. Uzoq vaqt mobaynida so'ralgan va ko'p kutilgan Asahi Invest ilovasi va nihoyat yangi dizaynda chiqdi. Bu video davomida yangi dizaynda ilovaga qo'shilgan yangiliklarni to'liq ko'rsatib beraman. Birinchisi asosiy ekran. Ilovaga PIN kod yoki Face ID orqali kirganingizda birinchi ko'zingiz tushadigan ekran bu asosiy ekran hisoblanadi. Asosiy ekranni biz to'liq boshqatdan dizayn qildik. Bu dizaynda biz sarmoyadorlarimiz tomonidan ko'p kutilgan hamyon va kompaniya portfeli bo'limlarini qo'shdik. Video davomida hamyon va portfel qismlariga to'liqroq yondashib o'tamiz. Ikkinchisi profil. Profilga bir qancha o'zgartirishlar kiritilgan. Masalan, xavfsizlik va PIN kod orqali ilovaga kirish. Endilikda Face ID va PIN kodni ilovaning o'zidan to'g'ridan-to'g'ri o'zgartirishingiz mumkin. Va yana Asahi Invest akkauntingizga nechta qurilma ulanganini endilikda ko'rib turishingiz mumkin. Oldingi dizaynda Asahi Invest uchun eng ko'p tushgan savollarning javoblari faqatgina matn shaklida edi. Endilikda sizga qulaylik yaratish uchun biz video shaklida ham javoblarni yuklab qo'ydik. Uchinchisi hamyon. Bu yangilangan ilovaning eng kutilgan funksiyalaridan biri. Hamyon funksiyasi mablag'ingizni maqsadli va tartibli boshqarishingizni ta'minlaydi. Ya'ni hamyon funksiyasi orqali endi siz pullarni har xil maqsadga ko'ra har xil hamyonlarda saqlashingiz mumkin. Misol uchun, yangi hamyon ochib, ularning nomini avtomobil, uy, ta'lim va boshqalar qo'yishingiz mumkin va shunga qarab ularga muddat belgilab o'sha hamyonda sarmoyangizni to'plashingiz mumkin. Shu tariqa biz sizga moliyaviy maqsadlaringizga yetishlik yo'lini yanada osonlashtirdik. To'rtinchisi bu kompaniya portfeli. Bu bo'lim kompaniya va investorlar o'rtasidagi shaffoflikni yanada ta'minlaydi. Endilikda investorlarimiz kompaniyamizda haftalik bo'layotgan savdoni, undan tushayotgan sof foydani va sof foyda marjasini va yana boshqa moliyaviy ko'rsatkichlarni kompaniya portfeli orqali kuzatishlari mumkin. Bulardan tashqari ilovaga qo'shilish kutilayotgan yana bir funksiyalardan biri bu statuslar funksiyasi. Bu orqali investorlarimiz kiritgan investitsiyasidan kelib chiqib har xil statuslarga bo'linadi. Va shu statuslarga asosan kompaniyamiz tomonidan qo'shimcha imtiyozlarga ega bo'ladi. Misol uchun Asahi ekotizimi imtiyozlari, Asahi Plus uchun obuna, nasiya savdo uchun chegirmalar va boshqalar kiradi. Bundan tashqari kelajakda biz Asahi Invest bilan yaqindan ishlayotgan hamkor bizneslardan turli imtiyozlar ham investorlarimiz uchun taqdim etamiz. Yana bir kutilayotgan muhim o'zgarishlardan biri endilikda investorlarimiz ilova orqali 3 milliongacha bo'lgan mablag'ini avtomatik tarzda yechib olishlari mumkin. Ya'ni bu funksiya tez orada Asahi Invest ilovasiga qo'shilganida investorlarimiz pul yechish uchun ariza qoldirib kutib turishlari shart emas. Ilovadagi keyingi o'zgarishlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun sahifamizga obuna bo'ling.